Hop, assalomu alaykum. Hammaga Borsa Forex kanali. Yana bir trade ideyamizni, ya'ni execution bo'lmagan просто trade ideyani jurnali USDGPY parasida. Hop, o'z mana bundoq qarasam, haftalik time frame'da bizda bitta FEG bor ekan. FEG bor ekan. Keyin pastimizda yana bitta FEG'ni drone bitimiz bor edi. Bu hafta, ya'ni mana bu key level test qilgan holatda, mana bu FEG'ni test qilgan holatda narigi drone bitimizga narx borishi kerak edi. Keyin dealga o'tamiz. Hop. Ot FEG'miz test qilgan. Shanba kuni o'zi test qilib qo'ygan. Keyin close below lower prices. Keyin mana bundan oq switchani yutib ketib yopildi. Lower price, ya'ni narx pastga tushishi kerak. Keyin ana bor edi. Men o'ylagan edim, o'zi umuman olganda payshanba kuni mana bu order blokka tegib keyin tushsa kerak deb o'ylagan edim. Lekin adashgan ekanman. Birato'la borib qo'ya qoldi. Nimadirda drone liquidity'mizga, FEG'ga hop, ko'rsatib o'tamiz. 4 soatlik o'tganda mana bu kunlik candle ochilish vaqti 17:00. O'ylagandim, ya'ni mana bu yoqda o'zimiz candle anatomiyasi bo'yicha open, high, low, close bo'ladi deb o'ylagandim. Endi market doimo siz xohlagan tarafga yurmaydi. Mana bu potli nimadirda. Okey. Umumiy holatda logika tushunilgan, narxga borishi bilingan. Asosiysi shu. Hop, nimalar aniqladik? Bizda HTF narrativimiz bor edi. Qaysi levelda qolib ketyapti, nimaga? Hop, HTF key level dollarimiz bor edi. Timing ham sochim bu vaqtda kirmadim, kutdim. Sal New Yorkgami, Londondan хотя бы reversal bo'ladimi deb turib. Umuman olganda reversallarimiz bor edi. Timing, lekin SMT'ga doimgidek eski qolibdi qarash. Hozir qaringiz, qaysi sana bo'ladi? 17:00 5. To'g'ri. Shukur. Bu failure swing qilgan bo'lsa, bu ko'rsatishim да. Точно так же или как? It's obvious failure swing bo'lyapti. 17:00 bilan previous day high'ni sweep qilmagan. Bu esa previous day high'ni sweep qilgan. SMT bor. There is an SMT for you guys. SMT ham bor. Eng muhimi nimadirdir? Logic, guys. Logic. Kattaroq yozamiz. Logic. Eng muhim. Mayli, mikrofon uzoqlashib ketibdi. Eng muhimi logic. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Good luck and good trading. Voy.